sabr ibodatgo'y bandalarning jannatidir. Taqvodorlar najotning boshidir. Solih valilar omonlik yeridir. Demak, boshqa musibat tushganda insonlar o'zlarini 3 holatda tutadi. Birinchisi, eng yuqori daraja bo'lib banda rozilik va shukr holatida bo'ladi. Ikkinchisi, sabr qilib savob umid qiladi. Uchinchisi, eng quyi darajasi bo'lib norizolik, jazaba holatida bo'ladi. Kishi o'zini bunday tutish shar'an haromdir. Siz birinchi darajada bo'lishga bor kuchingiz bilan intiling. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Mo'minga yetadigan qiyinchilik, bemorlik, tashvish, xafalik, aziyat, g'am, hatto unga kiradigan tikanni og'riq ham Alloh taolo uning xatolariga kafforat bo'ladi dedilar. Shuning uchun azizlar, bu yechimlarda bizlar nihoyat darajada hushyor bo'lishligimiz kerak. Bu yechimda yetishlikda jazobaga tushmaslik kerak. Xudoning berganiga rozi bo'lish kerak. Imkon qidirish kerak. Va shular bilan birgalikda ko'p yaxshiliklarni qo'lga kiritgan bo'ladi.